O'rtoqlar, yana bitta mo'jizalardan bittasini ko'ryapmiz. Hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, mana oldimizda turgan ko'l ancha suvi mutniy bo'lib turibdi ruschada aytganda. Shu suv nariga ko'lga borguncha bir nechta toshlardan o'tib, toshlar shu darajada tozalayaptiki, bu yerda shunaqangi qonqo, top-toza suv bo'lyapti. Ya'ni bu Xudoning mo'jizasida, ya'ni masjidga kir suv bir nechta toshlardan o'tib, tosh orqali filtratsiya bo'lib, qanaqangi tinuvlashyapti. Mana oldin aytishardi bizning yoshligimizda. Suv toshni 7 marta aylanib o'tsa, ichsa bo'ladi deb. Mana shu haqiqiy isboti bo'lyapti-da. 200 metr bu yoqdagi suv 200 metr nariyoqqa toshdan o'tgandan keyin qanaqa tinuvlashayotgani. Bu ko'lni o'zi bo'lsa, mana shu tepadagi tog'dagi uchidagi qorlardan erib, sekin tushib kelib, mana shu yerda yig'ilyapti. Sekin pastga qarab tushib ketyapti. Biz hozir to'g'riga shu perivalimiz o'sha joydan chiqib ketiladi. Eng tepadagi qoyalarga yaqin chiqib boramiz, xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'lib tursa. Mashinalarimiz mana orqamizda tayyor. Hozir sekin yo'limizda davom etamiz. Deyarli yo'limizning eng qiyin nuqtalariga yetib keldik. Ko'prik ko'rinyapti, hozir ko'prikka yetmasdan diagonal yo'lli toshli keladi. Yo'l o'zi padyom bo'ladi. Oldin suv o'tardi, o'tdan hozir bilmayman suv oqyaptimi yo'qmi. Mayda sipuchi toshlardan yurishga to'g'ri keladi. Biz ketamiz. Shu yo'limizda katta toshlar turibdi. Hozir mayli o'zgacha bo'ladi.